Dada, biz bir o'yin o'ynaylik. Men dadasi bo'lay, siz o'g'li bo'ling. Men 5-yilda Fatimda Michael Jacksonning Bombayda naqshkechilik o'tkazgani esangizdami? Mening uning darajada tashqari mas'uliyat ekanligimni bilasiz-ku. Do'stlarimning hammasi bor edi, lekin men bormadim. Chunki o kun tug'ilgan kuningiz edi. Biz o'sha kunda ko'rinishni yana bir qator takrorlaylik. Jiqish qilmaysiz. Dada desangizlar bo'ladi. Men sizning rolingizni olaman. Bo'lamdi. Cho'qim astoydil bo'ling dada. Bu mening birdan bir fursatim. Başlaylik dada. Dada. Anladım, men gaz emas. U sizni intayin yaxshi ko'radi. Siz uning qahramoni. O'g'lingiz uchun 10 minut vaqtingizni ajratamamsiz. Men chechimni kestirib etdim. Siz qisqa chashni yaxshi ko'rasiz. Chash fasoniga yarashibdi. Ammo uzun chash qo'ysangmi yarashadi. Sana mos keladi. Yana uzun chash qo'y. Siz qaytib kelganda men intayin xush bo'ldim. Lekin siz xush bo'lsangiz. Aka, u o'ldi. Dadamga bo'lgan muhabbatimni isbotlab bera oladi. Mayli men layoqatli bo'lay yoki layoqatsiz bo'lay, o'xshash. Buning nima deganini anladingizmi? U hujum qiluvchini tepib bo'lgan hissiyotingiz muhabbatli emas, balki bir xil kasallik. O'sha kunini o'lib ketgan bo'lsa-chi, kashki. Men qaytib keldim buva. Endi hech yerga bormayman. Dadam o'q chiqargan odam. Bobi senga o'q chiqargan o'sha odam. Va'da bermayki, men uning bo'ynini uzib etaman. Bu ishlarni qilishdan burun men bilan maslahatlashishing kerak edi. Hozirda boshlab nurg'un ishlarni men bir taraf qilaman dada. Hamma ishni ma'qulligingizni olaman. Siz qallangizni qalvasti bilan elishyapsiz, bilamsiz? Men olvasti bilan elishmayman. Ularni yalmab yutib etaman. Kimiki sizdan bir tal mo'yingizga chaqildi ekan. Men dunyoni hukm talqon qilib etaman dada. सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला